Bu safargi dizayn to'g'risini aytganda ozgina boshqacharoq qilib ishlangan ekan. Arenddan yengli original soatimiz. Eng maza joyi shu bo'ladi. Videoning oxirida narxini aytib o'tamiz. Mana sizlarga aytgan noodatiy dizayndagi Arend brendiga tegishli original soatimiz. Bu soat hali do'konga sotuvga kelmagan va hozirda ham sotuvda bitta dona mavjud. Aynan shu soatimizni tavsiya qilgan bo'lardim ko'ylakka va klassikani va pol klassikani yaxshi ko'rib keladigan obunachilarimizga. Soatimizni tashqi dizaynlar haqida gaplashsak, bu soatimizni oynalari safir bo'ladi. Ichki mexanizmida bittagina funksiya bor va turbironi ko'rinib turadi. Soatimizni korpuslari va zastoshkasi nержавый shestal, ya'ni ranglari umuman o'chmaydi. Bu soatimizni mexanizmlari mexanika avtopodzavat yapon original motor bo'lishiga qaramasdan korpuslari shunaqa ingichka holatda ishlangan. Orqa tarafida ham shunaqa mexanizmlari ko'rinib turadi. Soatimizni remishuklariga keladigan bo'lsak, remishuklari ham original toza charmdan ishlangan bo'ladi. Zastoshkalariga keladigan bo'lsak, bir taraflama avtomatik bo'ladi. Bu soatimiz sotuvda faqatgina shu rangda mavjud. Sizlar buni bemalol boshlang'ich to'lovsiz yoki izohda yozilgan narxlar orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Hammalarni do'konimizda kutamiz.